Zabur 82. Munajjat. Xudo bosh bo'lib o'ltirib, arishdiki majlisda deydi mundaq hukmdorlarga: Nohaq hukm chiqirsizlar qachongacha? Vazirlarga yon bossizlar ne chaqqicha? Yetim yesir, namratlarga ko'stinglar adolatni, oqlanglar ezilganlar va ojizlarni. Miskin ve yoksullarını qutqizinglar, razillardan ularni azat qilinglar. Nadan ve bilimsizdir ularning hammasi, mangar ular zulmat ara tavrar yerning ullari. Degan edim sizlarga, sizlar ilohlar, hammanglar ulug' Xudoning farzandisizlar. Lekin sizlarmu boshqa bandilardek o'lisizlar. Xuddi barliq hukmronlardek tugaysizlar. So'roq qilg'in, yer yuziga kelib, ey Xudo, chunki butkul xalqlar tavadur sana.